Tushda osmonda farishtalar ko'rish. Osmonda farishtalarni ko'rish sizni ilohiy kuchlar himoya qilayotgani, hayotingizda nurli, pok davr boshlanishi yoki sizga ma'naviy yordam kelayotganini bildiradi. Bu tush Allohga yaqinlik belgisi ham bo'lishi mumkin. Farishtalar sizga qarab turgan bo'lsa, bu sizni kuzatib turgan, qo'llab-quvvatlayotgan ilohiy kuchlar borligini bildiradi. Siz to'g'ri yo'ldasiz va sizni duo qilayotganlar bor. Farishtalar gapirayotgan bo'lsa, bu alohida e'tiborli bo'lish kerak bo'lgan tushdir. Farishtaning aytgan gaplari xabar, nasihat yoki ogohlantirish bo'lishi mumkin. Agar tushda ularning so'zlarini eslab qolsangiz, aynan shu gaplar tushning asosiy ma'nosidir. Farishtalar oq libosda, yorug' nurda bo'lsa, bu poklik, tinchlik va baraka belgisi. Siz ruhiy jihatdan tozalanyapsiz yoki sizni pok niyatli insonlar o'rab olgan. Farishtalar xaralashgan holda yoki yiroqdan ko'rinsa, siz ma'naviy hayotga qiziqish bildirayotganingizni, lekin hali to'liq ruhiy uyg'onish yo'liga kirmaganingizni anglatadi. Bu tush sizni o'ylanishga va yurakni tozalashga undashi mumkin. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling.